qandaq dadlar kerak? Yalqin Ro'zi. Mikrofon oldida Nurjamol. Ballarımız medeniyet ve dünya qarashlar üstünlük talashayotgan davrda yashayotidi. Bundaq muhitda bizga mehr shafqatni g'aflat peshkiga aylantirib olgan onalar kerak emas, balki uni yuksak e'tiqod strategiyasiga aylantirgan onalar kerak. Bu bir abzas so'z Abduqodir Jaloliddinning Jungo Millatlar jurnalining 2004-yili 2-sonida e'lon qilingan "Bizga qandaq onalar kerak" degan maqolasining oxiridagi keskin xitobi. Meningcha, suyimlik onalarımızga qilingan bu xitob yana o'z navbatida qadrli dadalarga o'xshashlimas keldi. Men shu maqolani o'qigandan keyin bizga qandaq dadalar kerak degan masala ustida jiddiy o'ylanib qoldim. Lushin apandi 1920-yillari biz hozir qandaq dada bo'lishimiz kerak degan asarni e'lon qilib, ayni yillardagi jungoliq dadalar to'g'risida o'tkir tanqidiy mulohazasini yurgizgan. Shu yillarda jungo ziyolilari yangi madaniyat harakatini qo'zg'ab, milliy uyg'unish to'lqinini avj oldirgan, milliy xo'rliqni yetkichi tortgan jungo ziyolilari g'azab nafratga to'lgan ko'zini o'zlarini qatma-qat mushkul ahvolga tushirib qo'ygan jahongirlarga, taslimchi hukumatga, huquqparast mustabidlarga tikish bilan birga mahkumlikqa ko'nib ketgan jasoratsiz dadalarga mutikkan. Shunga ayni vaqtdagi adabiy asarlarda dadalarning obrazi asosan degudek salbiy obraz sifatida yaratilgan. Adabiy tanqidchilar yo'llarga eski dadalar to'shib ketdi deb aytishgan. Shunga ba'zi arboblar bu yillarni Jungo tarixidagi dadini dumbalash yillari deb atashgan. Shubhasizki, bir millat o'zining kelajak istiqbolida astoydil o'ylanganda, mavjud holatidan o'kinib, qanoatsizlik his qilganda va andishaga cho'mganda, tabiiy holda krizis eng kuchaydi. Shuning bilan bu nima uchun, qanday qilish kerak, bizga nima kerak, chiqish yo'li, taraqqiyot yo'li zodi qayerda degandek nuqtalardan chiqib turib tafakkur qildi. Bayonimizdagi bizga qanday onalar kerak, bizga qanday dadalar kerak degan temalar ustidagi o'yinishlarmi shuning jumlasidandir. Bilib turibdimizki, navbatda xalqimiz mavjud bo'lib turish, taraqqiy qilish, an'ana va milliy xoslikni saqlash qatorliq jihatlarda qatma-qat xirisga duch kelyotidi. Garchi butkul yer shari miqyosida turli sohalar bo'yicha ko'rilayotgan keskin raqobat va xiris hamma millatga o'xshash bo'lsa-mu, har bir millatning ahvoli ma'lum jihatlarda yanada farqlanib turadi. Bizga nisbatan aytganda, hozir eng muhimi va xavfli bo'layotgani axloq fazilat jihatiga yemirlashdir. Buni biz duch kelayotgan barliq xirislar ichidagi eng zo'r xiris deb aytishga bo'ldi. Ko'pincha kishilar balkim axloq fazilat jihatiga tushkunlashish butkul insoniyat o'rtaq duch kelayotgan ijtimoiy masala deb o'ylashi mumkin. To'g'ri, aqliy iqtidor jihatda g'oyat zo'r ilgarilashlarga erishib, mo'jiz xarakterlik fan-texnik muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgan allardagi kishilardami axloqiy tushkunlashish masalasi mavjud. Mushu ma'nodan aytganda, haqiqatanmi axloq krizisi masalasi taraqqiy topgan va taraqqiy topmagan barliq xalqlar uchun o'rtaq bir masala bo'lib qoldi deb qarashgan bo'ldi. Ammo men bizning axloq fazilat jihati yemirlishimiz boshqalarnikidan o'zgacharoq deb qarayman. Sababi shuki, bizning kishining zo'qi keladigan haqqoniyat, go'zallik, mardonalik, ochiq yo'riqlik, botirlik, mehribonlik buyuk hisoblanadigan nufuzli axloq o'lchamlarimiz qayoqlardandir yuqtirilgan chakana axloq qarashlar tarafidan yeklanmoqda. Bir chetga cho'rib tashlanmoqda. Qaraydigan bo'lsangiz, parxur amaldorlarningmi, xushomadchi jon baxtlarningmi, nomussiz iffat savdogarlarningmi, harom tamoq o'rinlarningmi, aytavor heroin savdosi bilan shug'ullanganlarningmi o'zi uchun to'g'ri hisoblanadigan bir talay axloq safsatalari bor. Ular bu xil bir taraflama, chakana, kulkilik axloq safsatalarini heyqmasdan so'zlab yuraveradi. Undaqlarda ne gunoh tuyg'usi, ne vijdon azob tuyg'usi, ne nomus tuyg'usi yo'q. Ular o'z qilmish atmishlaridan maqtansa maqtunidiki, qilch o'kinmaydi, afsuslanmaydi. Nima uchun ularning tili uzun, gap so'zi yangroq, yurish turishi shuncha ko'ra? Sababi ular nufuzli axloq fazilat o'lchamlarining cheklamasini deyarli his qilmagan. Oliyjanob axloq fazilatning kuchini to'liq tunib yetmagan. Shunga
o'zlari ketayotgan yo'lning numussiz yo'l ekanligini his qilmoq tugul, aksicha jahondarchilikning sharafli yo'li deb biladi. Axloq o'lchamlarimizning bundoq ostin-ustun bo'lib ketishidagi tub sabab meningcha bizning ayrim sondagi dadalarimizda. Bizning hozirgi dadalarimiz o'tgan asrdagi 50-ci, 60-ci, 70-ci yillarda o'sib yetilgan u chog'larda kishilarning ijtimoiy harakatlardagi inqilobiy qiziqligi bakroq ta'kidlanib, haq-nohaq tuyg'usiga ega, muhabbat-nafrat tuyg'usi ro'shan, go'zallik bilan razillikni farq etish iqtidori kuchli, halol bilan haromga bo'lgan muomalasi sezgir odamlardan bo'lishni ta'kidlashga yetarli ahamiyat berilmagan. Bu dadalar orqa-orqadan tug'ilgan farzandlarga axloq jihati zarur bo'lgan talablarni qo'yib, ularning vujudiga oliyjanob fazilat gullarining urug'ini terishga, ularning qalbida nupuzliq axloq o'lchamlarining shakllanishiga yetarli ahamiyat berilmagan. Faqat qanday qilib tirishib o'qib yoki tirishib ishlab, yaxshi kun kechirish to'g'risida gap so'z qila olgan. Natijada moddiy manfaatga sezgir qilib odatlantirilgan bu farzandlardan mol dunyoni, huquq imtiyozni hammadan a'lo bildigan, bu narsalarga erishish uchun har qanday badal to'lashdan, har qanday bo'lmag'ur vositalarni qo'llanishdan yonmaydigan bir turkum maxluqlar yetishib chiqdi. Ular bu jihatda erishgan narsalardan maqtandi, huzurlandi. Vaholanki qurban qilayotgan odamiyliklardan qilcha mafsuslanmadi. Hatto mahrum bo'lgan odamiylikni bilishga qodir bo'la olmadi. Odamiylikdan bargan sira yotlashib ketgan bu avloddan ilgirgiga texim o'xshamaydigan yana bir avlod borliqqa keldi. Bu yerda biz hammani qor qo'yib bir tayoqda haydamaymiz. Hammani odamni axloqi yaramas deganni targ'ib qilmaymiz albatta. Odatda dadalar oilaviy axloqning homiyalari hisoblandi. Ularga oila a'zolarini axloq jihatda ravurus yetaklash majburiyati yuklangan. Ailəyə ölgə və nəmini buluş vəzifəsi əjdadlardan miras qalğan. Demisimi, balalarning qalbida analar kuyimchanligi bilan o'rin olsa, dadalar talabchanligi bilan obraz tiklaydi. Dada o'z padallarini har jihatda yaxshi himoya qilmasa, tabiiy holda padallari bo'riga yem bo'lib ketadi. Bo'rining o'nkirga bilib bilmay, hattoki o'zi xohlab kirib ketadi. Mana bu barliq fojianing boshlanishi. Xo'sh, bizning dadalarimiz o'z padasini har jihatdan himoyasiga ola oladigan axloq saposiga egami yo'q? Men hozirgi bir qism dadalarimizning yaramliq avlod tarbiyalash, og'ir mas'uliyatni ustiga olish, xatar va qiyinchilikqa ko'krak kirib o'ttirg'i chiqish, qaysar va chidamliq bo'lish, halol mehnat bilan yashash jihatiga o'ynayotgan roliga, parasti va diyonatiga obrin etish bilan bir chog'da yana bir qism dadalarimizning bu jihatga saposidan gumonlanaman. Mard-mardona, jasoratlik, g'ururliq, nomuschan, chidamliq erkaklarga xos dadalarning soni ozlab, nasli qurib ketish xavfiga duch kelayotgandek his qilaman. Aksicha, uyingning deraza pardasi chiroyliqkan deb qo'ysa, haftalab xushal yuradigan xinim mijoz dadalarni. Boshliqi ayoling ko'rinmaydi-ku deb so'rasa, boshliqi mang amroq deb maqtanib yuradigan yumshoq bosh dadalarni. Yelinib yolvurib yashashga ko'nib ketgan layg'azal dadalarni. Himmat g'ayratiga tayanmay, tamaxo'rlik bilan yashashni odat qilib olgan lolma mijoz dadalarni. Amal mansabning soyasiga erishib qolsa, choy o'ynab harmaydigan paxpax dadalarni. O'zi erkak turib, erlar bilan tansi o'ynashni nomus bilmaydigan zaypani mijoz dadalarni. Bir botilka batbo'y haraqning quli bo'lib, so'rin so'kildab, tetiqsiz yumurlarni aytishib harmaydigan hamoqat dadalarni, lavzida turmaydigan xiyonatkorlik, sotqinlik, soxtipazlik, suxanchilik, paskashliklarni jahondarchilik yo'li qilib olgan atalmish dadalarni ko'plab ko'rib turayotgan ahvolda dadalarimiz saposidan umidvor bo'lish mumkinmi? Bundaq dadalar avlodlarining qismatini qiyin kunlarga qo'ymaydi deb kim ayta oladi? Bundaq dadalar o'z oilasini oliyjanob axloq o'lchamlari bilan tutib tura olamdi. Kesib aytishga bo'ldiki, bundaq dadalar bizning ijtimoiy axloqimizni bulg'ab, avlodlarimizning ruhini kordan chiqarib, ularni fojianing patqiga pattirib qo'ydi. Endi bundaq dadalik obrazimizga uzul kesil xotim beradigan payt keldi. Chunki bizni mo'ljalliksiz kelajak kutib turmoqda. Shunga oxirida mundaq ta'kidlab qo'yish kerakki,
Dadalar millatning töriki, qo'l qanati. Dadalarning vujudi haqqoniyat bilan, boturlik bilan, chivarlik bilan, aql va diyonat bilan to'lish kerakki, u yerda dilg'ulluq, mujmallik, pamsizlik, bili bo'shliq, sadoqatsizlik, hamoqatlik, g'ururlik illatlari bo'lmasligi kerak. Dadalar qaysarlikda, chidam jasoratda, ilm hunarda, vafodorlikda, el yurt qimmat ko'rsatishda farzandlarga ulgu bo'la olish kerak. Mushularni qilish uchun qanday qilish kerak? Albatta, meni o'z ichiga olgan barliq dadalar o'zimizni bir dangsab ko'rishimiz va o'zimizni mukammallashtirish uchun tirishishimiz lozim. Oxirida barliq atalarning atlar bayramini chin ko'nglimdan tabriklayman. Ailesiga to'ruk, farzandlariga yurak bo'lib kelayotgan jafokash atlar harimg'aysizlar. Yana bir qatam atlar bayramingizga muborak bo'lsin. Şadlığım, aramım, şükredim, şanım, sen vicdanım ata. Nur yağdırıp küldürgen benim akdeniz, sen asmınım ata. Gül bostanlık bak demen, yıllarım dağdan bak üçün sen ata. Sen yürügüm turganda, kışımda benim ben, igiz pervan.